Loyiha g'oyasini maqsadini aniqlash, mijozning, foydalanuvchilarning ehtiyojlarini tushunish, loyiha maqsadini va asosiy talablarni belgilash. Bu deganda nimani tushunamiz? Birinchi biza istalgan loyihani boshlashdan oldin uni nima maqsadga xizmat qilishini, ya'ni vazifasini, mavzusini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Birinchi ishi, ya'ni bizga buyurtma qilayotgan inson yoki o'zimiz uchun belgilagan qanaqadir mavzu bo'yicha izlanishdan boshlaymiz. Bu bizani darslarimizda ko'rib chiqadiganimiz bitta namuna sifatida poliklinika binosini loyihalashi, boshlang'ich g'oyani qidirishdan toki uni loyihaviy eskiz loyihasini ishlab chiqishgacha bo'lgan jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda biza tanlagan mavzuyimiz bo'yicha izlanamiz. Ya'ni birinchi bizga poliklinika mavzusi aniq bo'ldi, endi izlanishni boshladik. Poliklinika binosi qanaqa qurilgan, qatlarda qurilgan, uni oldin ishlangan loyihalari qanaqa, buni Google Translate orqali poliklinika binosi loyihalari deb rus tilida yoki ingliz tilida tarjima qilib qidirsak, osonroq ma'lumotlar, ko'proq ma'lumotlar chiqadi va o'rganishimizga oson bo'ladi. Planlarini asosiy o'rganganimizdan keyin keyingi bosqichda biza uni tashqi ko'rinishlari, ya'ni fasadlarini o'rganishni boshlasak bo'ladi. Qanaqa fasadlar bor, hozirgi zamonaviy dizaynda nimalar ishlatilyapti? Tipovoy oldingi eski loyihalar emas, hozirgi holatda nimalar ishlatilyapti? Birinchi g'oyani topgandan keyin uni bitta fayl ochamiz, сохранить как bosib, o'ng tarafga g'oyani to'plashni boshlaymiz. Masalan, ideya degan papka ochib, unda fayllarni, rasmlarni to'plashni boshlaymiz. Hop, bu to'plagan rasmlarimizni yana ishlatishimiz mumkin yoki o'ng tarafga bosib, kopировать kartinkani bosib, уже bu bitta platforma Google Images bitta platforma bo'lsa, ikkinchi platforma Yandex, ya'ni boshqacharoq qidiruv tizimi. Bunga kirib, stavить bufferni bossak, kopировать qilgan rasmimizni bu yoqqa tushiradi va shunga o'xshagan mana bitta похожий degan rasmlarda больше degan mana bitta похожий bitta bossak, mana bitta shu rasm o'zini topadi, bu yerda o'xshash rasmlarni topishni boshlaydi. Shularga qarab, demak, dizaynlarni yaqindan tanishimiz mumkin, qanaqadir yangiliklar bo'lsa, g'oyalar bo'lsa, o'zimizga loyihada qaysidir qismlarni ishlatish uchun nusxalashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, loyihalarni, g'oyalarni to'plashni ko'rdik. Endi buni aslida qanaqa o'lchamda bo'ladi bu? Endi loyihaviy qismiga o'tsak bo'ladi. Internetda qidiramiz, asosan Google Map'ga kirsak, Google Map'da poliklinika deb so'rab yuborsak, bizda har xil poliklinikalarning manzili kelib chiqadi. Buni biza o'lchamini aniqlashimiz mumkin. O'rtacha qanaqa o'lchamda bo'lyapti o'zi? Izmerit Mishkan o'ng tarafini bosamiz, Google Map'ga kirgandan keyin o'ng taraf bosganimiz Izmerit Rossiyani chiqadi. Shuni bosib, asosiy razmerlarni ko'rib olamiz. 70 metrga, 70,5 metrga, yog'i 14 metr. Xo'p, bu nimani ifodalayapti? Biza hozirgi bundan keyingi rasmlarda ko'radiganimizda tushuntiraman, ya'ni bu o'lchamlarni asosiy g'oyasini nimaga o'rganyapmiz, nimaga ishlatish mumkin. Demak, asosiy tushunchalarni boshqa poliklinikalarni ko'rib, necha o'lchamda bo'lyapti, buni qidirib chiqamiz. Keyin oldin yasalgan qanaqadir 3D modellar bo'ladigan bo'lsa, uni qidirib, qanaqa ishlangan oldin internetda bu bo'yicha qanaqadir videolar tayyorlangan bo'lsa, ularni ham YouTube platformasida qidirish mumkin, ko'rib chiqish mumkin. Yoki o'zimiz mana bunaqa rasmlarni yana boyagi g'oyani davom ettirish sifatida yuklab olib, qayta ishlashimiz mumkin bu g'oyalarni. Birinchi nimadan boshlashni bilmaydigan paytda va ayniqsa oldin ishlangan ishlar yordam beradi. Xo'p. Keyin biza asosiy vazifani belgilash uchun qanaqadir texnik topshiriq tuzishimiz kerak va uni o'rganishimiz kerak. Bu hozir sizlarga namuna sifatida haqiqiy texnik topshiriq ko'rsatilyapti, lekin bu hammada hozir boshlang'ich etapda tushuncha bo'lmaganligi uchun namunaviy texnik topshiriq asosida ishlaymiz, lekin bu asosiy bir fundamental tushuncha bo'lib qolishi kerak sizlar uchun. Asosiy obyektni, demak,
loyihaviy talablari bo'ladi. Bu texnik topshiruv deyiladi. Bizga buyurtma qilayotgan tashkilot yokida shaxs bu texnik topshiruv tuziladi. Masalan, poliklinika binosi bo'lsa, qanaqa o'lchamda bo'lishi, uni qanaqa xonalari bo'lishi, asosiy talablari, uni qavatlari va shunga o'xshagan demak o'zini ko'rsatmalari bo'ladi. Bu ko'rsatmalarni o'rganib chiqqan holatda yondoshish kerak bo'ladi ishga. Ya'ni SHNK, ya'ni shaharsozlik norma qoidalari, ularni hammasini o'rganib, nima so'ralyapti va bu nimaga xizmat qiladi. Bu yerdagi loyihada ko'rsatilgan ko'rsatmalarni Google orqali topish mumkin. Bu qayerdan topiladi? Bu yoqda ko'rsatilayotgan texnik topshiruvda ko'rsatilayotgan ko'rsatmalar bu Minstroy uz saytiga kiriladi. Ya'ni bu Qurilish vazirligini, Uy-joy kommunal xo'jalik vazirligini veb sayti. Uning ichida dokument degan bo'lim bor. Shuni pastida mana bitta norma и правила градостроительства turibdi. Uni o'zbekchasiga o'tsa ham bo'ladi. Hozir ruschasida ko'ramiz. Boyagi texnik topshiruvda ko'rsatilgan mana bittaga SHNKlarni, masalan, SHNK 2010204 bino va inshootlar yong'in xavfsizligi. Shu yerdan qidirib topsa bo'ladi. Hop, boshqa bu yerdagi jamoat binolari inshootlari degan SHNK bor, masalan 2080209. Buni veb saytga kirib mana bu yerdan qidiramiz. Bu yerda birdan boshlayapti. 2 mana bu yerda endi 08 gacha boramiz. Mana 2080102 mana bu boshidagi raqamlari, bu shifrlar asosiy buni gruppasini belgilaydi. Bu yilini oxirgisi yilini belgilaydi. Jamoat binolari inshootlari. Shu SHNK ko'rsatilgan SHNKlarni yuklab olib, bu yerda qanaqa talablar qo'yiladi, qanaqa reglamentlar bor. Buni yuklab olgandan keyin buni poisk bo'limiga kirib, ichki poisk bo'limiga mana bunaqa qidiriladigan PDF bo'lsa topish imkoniyati bo'ladi. Agar qidirilib bo'lmagan PDF bo'lsa, uni imkon darajasida sifat bo'lsa, Abby Fine Reader orqali nima deyishimiz mumkin biz Google'da распознавание PDF dokument. Buni onlayn platformalar orqali, mana bu OKR degani ham shu распознавание. Shular platforma orqali yuklaymiz yokida Abby Fine Reader desak, bu dasturni yuklab распознавать qilish mumkin, ya'ni qidirsa bo'lgan qilish mumkin. Hop, biz vazifani oldik, ya'ni texnik topshiruvda bino masalan. Endi soddaroq shaklda bo'lishi uchun biz poliklinikada qanaqa xonalar tarkibi bo'lishini tuza olishimiz kerak. O'zimiz uchun agar ish boshlayotgan bo'lsak ham, buni mana bunaqa xonalar tarkibini qanaqa xona bo'ladi biz qayerdan bilamiz? Buni bir nechta varianti bor. Bularni hozir ko'rib chiqamiz, ya'ni kitobdan topish mumkin yoki aynan hududga borib o'rganib topish mumkin. Mana misol uchun bu Zangiota tumanida joylashgan markaziy poliklinika hududga kirganda o'zi qanaqa bo'limlar borligi, bular ko'rsatilgan bo'ladi. Ya'ni qanaqa demak xonalar tarkibi kerak. Biz dastlabki tushuncha uchun aynan shu mavjud o'zimizning hududimizdagi poliklinikaga borib ham o'rganishimiz mumkin. Bunda o'sha qavatlararo joylashgan doktorlarning demak joylashuv sxemasi boshqalar ko'rsatilgan bo'ladi. Endi bir xil hollarda yangi bino qurilishidan oldin mana bunaqa bloklarga ajratilgan ko'rinishini ham topish mumkin. Ya'ni qaysidir blok diagnostika bo'lishi mumkin, qaysidir bo'limi reanimatsiya, shunaqa bo'limlarga ajratilgan bo'lishi mumkin. Bu ham katta informatsiya beradi, qidiradigan bo'lsak. Xo'p, hududga bordik yoki internetda izladik, ma'lumotlarni topdik. Eng yaxshi kitoblardan bittasi loyihalash bo'yicha bu Neufert kitobi. Bu yoqda mana ustini ko'rishingiz mumkin. Bu 41-izdaniyasi. Hozir zagruzka bo'lishi qiyinlashyapti. Hozir boshidan ochamiz buni. Mana Ernest Neufertda Строительное проектирование degan kitobi. Bu katta kitob, juda ham og'ir kitob. Aynan men o'sha studentlik paytimda ham bundan foydalanganman. Ya'ni g'oya kelmagan paytda bunda turli bo'limlar bor. Bizga berilgan topshiruvda yoki o'zimiz tanlagan mavzuga qarab, bu yerda qaysidir o'sha binolarni
qanaqa funksional sxemasi xonalar tarkib bo'lishini o'rganish uchun ham xizmat qiladi buni. Kitob juda ham yaxshi, faqat rus tilida asosiy chizmalaridan ham ko'p narsani o'rganish mumkin. Bu yerda здоровье bo'limi turibdi bizada. Vrachebniy praktika больница. Aynan poliklinikaga shu kerak. Oxirgi shu bo'limlardan yaqinroq hududda, ya'ni 560 da edik boya. Mana. Bu yerda nimalar ko'rsatilgan? Asosiy ergonomik o'lchamda ko'rsatilgan. Ergonomik o'lchamlar, ya'ni bitta shifokor bemorni qabul qilish uchun qancha hudud kerak, unga muolaja qilish uchun qancha hudud kerak, uni funksional sxemasi, kushetkalarni joylashishi, davolash, muolajalar qilish uchun unga demak muolajalar qilish jarayonida kerak bo'ladigan maydonlar, yo'laklar, harakatlanish yo'laklari, boshqalar bo'yicha ham juda ham ko'p informatsiyalar bo'ladi bu kitobdan. Xo'p, keyingi kitob asosiy ergonomikani o'rganish. Bu ergonomikani o'rganishga xizmat qilgan yana bitta kitob bor. Hozir uni ham ko'ramiz. Mana bu kitob nomi Основы эргономики. Человек в пространстве интерьера. Ya'ni ichki maydonda interyerda umumiy insonni tana o'lchamlari, har bitta ko'p narsa keltirilgan inson tana o'lchamlariga qarab atrofidagi maydon, umumiy пространство, ya'ni muhit tashkil etiladi. Har xil insonlar uchun harakatlanish qulayligi o'lchamlari, ya'ni koridorlarni loyihalashda, boshqalarda bu o'lchamlar asosida biz loyiha qilamiz. Shuning uchun bu kitobni ham yaxshi o'rganish kerak, ergonomikani. Buni har xil, masalan, binolarga qarab ofisniy помещение bo'ladi. Asosiy ofisniy помещение degani bu shu jamoat binolariga xizmat qilishga kiradi. Buni kichkina qismlarga bo'lingan holatda ham internetdan topsa bo'ladi. Shular asosida biz o'zimizni g'oyalarimizni shakllantirishimiz mumkin bo'ladi dastlab. Xo'p, masalan, ko'rib chiqamiz, bu ergonomikani o'rganamiz, ya'ni koridorni necha metr qilishimiz, orada necha metr qolsa harakatlanish uchun insonlarga harakatlanish yo'lagi bo'ladi. Registraturada necha kishi o'tishi mumkin, mana bitta stul qo'yilsa yokida qanaqadir xizmatlar bo'lsa, registraturaga alohida tambur sifat hududlar tashkil etilsa, uni balandligi qanaqa bo'lishi kerak, betdan chiqish, hammasini ergonomikada o'lchamlarni o'rganiladi. Arxitektor asosiy vazifalaridan bittasi bu o'lchamlar bilan ishlash hisoblanadi. Xo'p, bu o'lchamlarni ko'rgandan keyin harakatlanish hududi, kirish chiqish uchun eshiklar o'lchamlari. Bu o'lchamlar asosini belgilab beradi. Endi funksional sxemani ishlab chiqish uchun bizga aynan keyingi masala yer tanlash kerak bo'ladi. Texnik topshiriqda o'zi hududda manzili ko'rsatilgan bo'ladi, yokida kadastr raqami. Masalan, hozir ochiq xarita bor, internetda kirishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin, o'zingizlarni balki uyingizni ham topishingiz mumkin. Yangi kadastrga yangilangan hujjat bo'lsa, bunda kod bo'ladi. Masalan, biz loyihani boshlamoqchimiz, texnik topshiriq asosida ko'rsatilgan manzil bo'yicha. Hozir asosiy tushuncha bo'lish uchun, uchebniy bo'lish uchun bir xil ma'lumotlar, yashirin ma'lumotlar aytilmaydi, lekin asosiy o'rganishga yetarli ma'lumotlarni aytishga harakat qilaman. Xo'p. Demak, bular Shumanay tumanida joylashgan hudud bu. Bu yerda biz loyiha boshlamoqchimiz, ya'ni poliklinika. Texnik topshiriqda ko'zda tutilgan poliklinika mana bu eski больница hududiga joylanishi kerak. Buni chegarasi mana saruvda ko'rsatilgan, saruv rangda. Endi bizga ko'rsatmalar asosida, boya ko'rgan texnik topshirig'imizdagi ko'rsatmalar asosida go'slarni hammasini to'plagandan keyin bilamizki, faqat arxitektura qismidan iborat emas. Konstruksiya, boshqa chastlar ham bor, injener muhandislik. Birinchi hududda o'rganganimizda biz geologiyasini, uni toposyomka degan narsa bor. Toposyomka nima? Xo'p, toposyomka deb Google yozsangiz chiqadi. Toposyomka endi bir xil joylar maxfiy hisoblanadi, chunki u injenerlik, muhandislik tarmoqlarini joylashgan joyini ko'rsatib beradi. Xo'p, internetga yozganimizda chiqadi. Toposyomkada biz asosiy topo xaritasida binoni umumiy hududini
joylashgan atrofidagi binolarni ko'rishimiz mumkin, muhandislik tarmoqlarini ko'rishimiz mumkin. Shular asosida uni relyefidan kelib chiqib, past balandligi, uklonni ko'rishimiz mumkin. Drenaj sistemalarini inobatga olib, loyihani boshidan o'rganib ketishimiz mumkin bu narsani. Lekin hozir bu juda ham chuqurlik qiladi. Bu yerda atmetikalar buni balandligini, territoriyani, baland-pastligini belgilaydi. Buni chizmalari bor. Alohida bu mavzu hisoblanadi. Xo'p, toposyomkani ko'rdik, ma'lumotlarni o'rgandik. Endi bizani keyingi ishimiz aynan territoriyani kadastrini tekshirgandan keyin uni huquqini shu kadastrga bo'lgan uni ustiga bosganimizda mana bu linkka bizdan rasmni to'ldirish so'raladi, ya'ni insonlikka bildirish uchun insonni yoki robotni tekshiradi. Tasdiqlashni bossak, kadastr haqida ma'lumot chiqadi. Ya'ni qayerda joylashyapti, uni faoliyat turi, turar joymi yoki noturar joymi, umumiy maydoni, bino osti maydoni, ya'ni binolar joylashgan hududda maydoni, qurilish maydoni ham deyiladi. Xo'p, o'sha qurilgan binolar, biz endi yangi qo'shmoqchimiz shu yerga bino. Endi boshlaymiz. Endi nimadan boshlaymiz ishni? Aynan biz texnik topshiriq o'zimizga xonalar tarkibini o'rgandik, ro'yxat qilib oldik. Ya'ni mana bitta berilgan ro'yxatdan foydalandik. Xonalarni ko'rishdi yokida o'zimiz Nofertdan kitobdan qaradik yoki boshqa manbadan xonalar tarkibini topdik. Endi bu xonalar tarkibi asosida ishni nimadan boshlaymiz? Endi loyihani qanaqa loyiha turida bo'lishini topishimiz kerak. Ya'ni qanaqa loyihaviy sxemadan foydalanishimizni belgilashimiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Xo'p, bir nechta loyihani amalga oshirish uslublari bor. Bularni ko'radigan bo'lsak, anfiladniy planirovka, ya'ni yaxlit xonadan xonaga o'tuvchi planirovka hisoblanadi. Kim armiyaga voyenkomatdan o'tgan bo'lsa, ko'pincha shu voyenkomatdagi xonalar anfiladniy bo'ladi. Ya'ni doktorlar ketma-ket shu xonalarda joylashgan bo'ladi, o'tib ketiladi. Endi anfiladniyni koridorniydan farqi xonadan xonaga o'tiladi. Xo'p, bu yerda koridorning B dan D gacha bo'lgan, mana bu koridorning hisoblanadi. Koridorlikni qayerda ko'ramiz? Maktablarda ko'rishimiz mumkin. Asosan jamoat binolarida foydalaniladi ko'p. Endi uyda ham foydalaniladi. Ko'p jamoat binolarida asosan koridor sxemasidan, ya'ni bitta koridorga kiriladi, xonadan xona, har bitta xonaga eshik ochilgan bo'ladi. Buni har xil turi bor. Maktablarda bor. Maktabga asosiy kirgandan keyin xollga, bu koridorga o'tiladi, xonadan xonaga kirish imkoniyati bo'ladi. Bozorlarda ham bo'lishi mumkin. Oldi tarafi yopiq bo'lishi mumkin yoki ochiq bo'lishi mumkin. Buni shunchaki shu qanaqadir magazinlarga, do'konlarga kirish uchun ikkita tarafda joylashgan koridor sxemasi bo'lishi mumkin. Endi markaziy koridor sxemasi ham bor. Bunda ozgina problema bor. Universitetlarda ham bo'ladi bu. Masalan, kim shu YTIT institutiga kirgan bo'lsa, Janubiy vokzaldagi shu sxemadan qisman foydalanilgan. Ya'ni o'rtada yerda atrium bor, ya'ni yoritish tizimi bor. Qolgan xonalar markazda ham bor. Bitta muammolardan bittasi mana bu o'rtadagi xonalar yoritilishi, tabiiy yoritishsiz qolib ketishi mumkin. Ikkita tarafdan koridor bo'ladi, markazda yana xona bo'lishi mumkin. Texnik xonalar bo'lishi mumkin. Asosan lekin tabiiy nurlar bilan ta'minlashi imkoniyatini ko'rish kerak. Xo'p, keyingi turimiz bizda nima bo'lyapti? Keyingi tur bitta E bilan J bilan berilgan planirovka na основе главной помещения. Kombinatsiyali zalli sxema, ya'ni markazda katta zal, alohida xonalarga kirib ketish imkoniyati bor. Buni qatlarda ko'ramiz. Buni asosan qanaqadir ko'rgazma zallari bor, muzey bo'lishi mumkin. Muzeylarda alohida xonalar bo'lishi mumkin, markazda ko'rgazma hududi bo'lishi mumkin. Bog'chalarda, bolalar bog'chasida ko'rishimiz mumkin bu sxemani. Ya'ni markazda qanaqadir o'yin hududi, qolgan vaqtda
shu ustozlarning xonasi, bolalarning xonasi, uyqu xonasi boshqalar bo'lishi mumkin. Buni qanaqadir o'zimiz tushunadigan anaqada turar joy binolarida ko'p ko'ramiz, ya'ni koridor tipidagi alohida mehmonxonalarda ko'rishimiz mumkin. Mehmonxonalarda shu zinadan chiqqandan keyin alohida xonalar bo'ladi, banitsalarda bo'ladi. Bu sxemani, masalan, D'dagi sxemani seksion, ya'ni eski shu 5 qavatli, 9 qavatli domlarda ham markazdan zina bilan chiqib, xonalarga tarqalib ketish imkoniyati. Nechta kvartira bo'lsa, 4 ta kvartira bo'lsa, kvartiralarga tarqalib ketadi. Bu seksiyalik hisoblanadi. Buni mana bu planirovka ko'rinishida ham ko'rishimiz mumkin. Markaziy sentrichskiy degan o'rtada xoll bo'ladi. Zinadan chiqqandan keyin bunda ham xonalarga tarqaladi. Seksiyaga o'xshab ketadi. Galereya degan sxema bor. Bu koridorga o'xshaydi, lekin galereyada mana bu old tarafi ochiq bo'ladi. Bu yerda yorug'lik tushish imkoniyati bo'ladi va boshqa imkoniyatlarni ko'rish mumkin. Buni galereyani tushunarli bo'lishi uchun qidirsak bo'ladi. Галерейный tip здания. Xo'p, mana. Tak, mana. Mana bitta katta zdaniya ochiq, bu yoqda ochiq holatda yorug'lik kirib turadi, oldi ochiq bo'ladi. Shuning bilan anaqa koridor bilan farq qiladi. Xo'p. Shu loyiha turini aniqlaganimizdan keyin mana anfiladni bir-biriga xonalardan o'tib ketish, bu yoqda koridorsiz, zalli bo'lishi mumkin. Markazida aylana koridorli bo'lishi mumkin, markazida qanaqadir xona bo'lib. Zal katekli shu koridorli anfiladni xonadan xonaga o'tib ketadigan sxema bo'lishi mumkin. Sentrichskiy koridorni bu yoqdan foydalanish imkoniyati bor. Shunaqa seksion sxemalar, ya'ni seksionli binolar modul konstruksiya asosida ishlanadi. Ya'ni o'z chiziqlar ma'lum bir belgilangan reglamentda 6 metr bo'ladimi? Uni ishlab chiqarilgan orayoqmalar, boshqa konstruktiv sxemalar tez bo'lgani uchun tez bitadi. Xo'p. Bizda ma'lumot bor, asosiy ma'lumotlarni to'pladik, endi amaliyotga o'tish vaqti keldi. Ya'ni keraklicha ma'lumot to'plagandan keyin keyingi qadam, ya'ni binoni joylashtirish, hududga joylashtirish ko'ramiz. Bunda nima bo'ladi? Binoni hududga joylashtirish. Bizga kerak bo'ladi Google EOS degan programma bor. Yana bitta g'oya, bunda klinikalarni, boshqalarni 3D holatda Amerika yoki boshqa davlatlarda mavjud bo'lsa, uni qidirib Google Earth Pro'dan mana bittaga ikonkani bosib, ko'chalarga joylashtirib tushirganda ko'chalarni real hayotdagi hozirgi ko'rinishlarini ko'rish mumkin. Buni Yandex Panorama Tashkent degani bor, masalan, Toshkentni yoki Nukusni, boshqa hududlarni ham umumiy oblikini, ya'ni ko'rinishini ko'rish mumkin. Qanaqa ko'rinishda, qanaqa binolar stilda qurilgan, shulardan kelib chiqib yechim topish mumkin. Xo'p, endi bizga kerak bo'ladi boyagi hudud. Shu mana. Biza hududda geologiyasi boshqasigacha chuqurlashmadik, lekin geologiyasini ham o'rganilsa, yer osti suvlari qanchalik yaqin, podval bo'ladimi, yo'qmi? Bu narsalar ham chuqur o'rganilganda, loyiha institutida yoki loyiha tashkilotida bir kishi emas, bir nechta kishi ishlaganda uni tushungan holatda amalga oshirish imkoniyati bo'ladi. Xo'p. Biz zdaniyani topdik, hududini topdik. Bu mana bu tepa shimolni ko'rsatib turadi. Bitta shimolga bossak, shimolga qaragan holatda to'g'rillanib oladi. Endi bizga mana shu rasm kerak. Ya'ni hudud chegarasi mana bitta tapasyomkada o'zi bo'ladi, lekin biz hozir Google orqali ishlashni boshlaymiz. Chunki bu uchebniy proyekt uchun mo'ljallangan dars, shu holatda ishlaymiz. Ya'ni buni umumiy hududni markaziga to'g'rillaymiz. Mana bu knopkani bir marta bosamiz. Faylga kiramiz. Сохранить изображение. И
ketdi. Mana bu yerda razmerini ko'rsatadi. Разрешение текущий degan joyi bor. Bu yerdan bizga eng maksimumiga qo'ysak, eng tiniq holatda olib beradi. Nima shu? Sun'iy yo'ldoshlar mana shu hudud rasmni сохранить как bitta bosamiz и top yozsak, top ko'rinishi bo'ladi. Сохранить bitta bosdik, bu saqladi. Endi AutoCADga o'tsak bo'ladi sekin.